Assalomu alaykum barchaga. Bugungi video obzorimiz yoz mavsumi uchun qanday moyka apparat tanlashga qiynalib turgan obunachilarimizga bag'ishlanadi. E'tiboringizga Apple'ning MVD 190 seriya 1 modelini taqdim etaman. Uskunamizni tashqi ko'rinishi va nimalar bilan jihozlanganligi haqida gaplashamiz. Bu yerda uskunani o'chirib hamda yoqish tugmasi, pistolet uchi, 4 ta nasatka 0 dan 40 gradusgacha, rozetka shnuri 5 metr uzunligiga e'tibor beringlar. Suv shlangi 200 bargacha chidamli, bu 8 metr. Uzun kalta bo'ladigan dasta hamda transportirovka uchun, ya'ni uskunani bir joydan ikkinchi joyga qulay, oson olib o'tish uchun mana bunday shinalar, balonlar. Uskunamizning shovqinlik darajasi 94 desibelni tashkil etar ekan. Va shuningdek, uskunamizning komplektatsiya qismidan mana bunday suv filtr chiqadi. Setkalik, suvdagi uncha-muncha mayda zarralarni, qum-shulqumlarni o'zida ushlab qolish uchun. Texnik xususiyatlari: induksion 5 shotishli motor, 220 tokda ishlaydi, motor quvvati 3100 Watt, nominal bosimi 130 bar, maksimal bosimi 190 bar. Daqiqasiga 11 litr suv rasvod qiladi. Og'irligi 23 kg. Hurmatli do'stlar, endi inobat uskunamizning komplektatsiya qismidan nimalar chiqishini sanab o'taman. Pistoletning uchi, professional pena bachok qimmatidan, 200 barga chidamli bo'lgan 8 metrli trosli suv shlangimiz, suv filtri, uskuna yo'riqnomasi, maxsus stiker va orqasida pistolet qilib qolganda tozalab turish uchun mana bunday igna, 0 dan 40 gradusgacha bo'lgan nasatkalar, suv shlang va bu yerda yana bitta filtr bor. Xususan shular. Endi esa uskunamizni yig'ib ishga tayyorlaymiz. Uskunamiz komplektatsiyasidan mana bunday suv filtrini topib olamiz va birinchi joyga o'rnatamiz. Sakkiz metrli shlangimizni olamiz va ikkinchi teshikka o'rnatamiz. Endi esa suv liniyasiga ulanadigan shlangimizni olamiz. Komplektatsiyasidan mana bunday переходник topamiz va shlangga ulaymiz. Mahkam o'rnashganiga ishonch hosil qilib turib, endi suv filtr ulangan joyga shlangimizning bitta uchini ulaymiz. Sariq tomonini pastga tortib turib, shunchaki itarib qo'ysak bo'ldi. Qo'yib yuboramiz. Ushlab fiksatsiya qiladi. Endi pistoletimizni tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan pistoletimizga esa 8 metrli shlangimizning ikkinchi uchini ulaymiz. Bu yerda zagloshka bor ekan, zagloshka olib qo'yamiz. Va buni ham mustahkam qilib o'rnatib qo'yamiz. Tayyor. Hurmatli mijozlar, muhim ma'lumot: uskuna shlangini suv liniyasiga yoki paqirchaga tashlab qo'yib ishlatishdan oldin uskunani suv bilan ta'minlash kerak. Ya'ni uskuna motoriga suvni yetkazib berishimiz kerak, quruq ishlab qolmasligi uchun. Buning uchun shunchaki shlangni olamiz va
xuddi mana shunday qilib suv bilan shlangni to'ldirib olishimiz kerak. Ana undan so'ng bemalol mana bu filtrni o'rnatib qo'yib, paqirchaga tashlab qo'ysak kifoya, uskuna ishlashga tayyor. Suvga tashlaymiz. 25 gradusdan boshlaymiz. Yoqamiz. Ketdi. Oho! Dahshat bosim. Ba'zi video obzorlarda ko'raman. Moyka apparatda mana kartonni ham kesib tashaveradi deb reklama qilishadi. Mayli, karton o'z yo'liga, lekin undan qattig'ini-chi. Ana shunaqa gaplar. Endi esa professional pena bachogimizni ishlatib ko'ramiz. Shunchaki pistoletimizni uchidagi mana bu qismini pastga tortib turib qo'yib yuborsak kifoya. Ushlab qoladi. Ishlashiga bitta baho berib qo'yasizlar. Hurmatli mijozlar, moyka apparatni ishlatib bo'lgandan so'ng filtrni chiqarib, tozalab yuborish tavsiya etiladi, chunki suvdan o'tgan har xil mayda-chuyda shag'al, qum, shulqumlarni bu yerda ushlab qoladi. Asta-sekin setkasiga shikast yetkazmasdan chiqarib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Qancha narsani ushlab qo'ygan o'zida. Har bir ishlatgandan so'ng shuni tozalab yuborish tavsiya etiladi. Hurmatli obunachilar, video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ushbu yuqori bosimli yuvish uskunamizni ham professional tarzda, ham uy sharoitida ishlatish uchun tavsiya bera olamiz. Agar ushbu uskunamiz sizga yoqqan bo'lsa, bo'ldi, ma'qul bo'ldi, sotib olaman deydigan bo'lsangiz, ushbu uskunamiz O'zbekistonning barcha viloyatlarida sotuvda mavjud. Ko'rishguncha xayr.